haq so'zda aytsa, uni negativ deb qabul qilamiz ba'zi birimiz. Kimdir haqiqatdan ham to'g'ri gapni noto'g'ri deydi. Endi har xilda endi bu. Moskvadagi yurgan do'stlar, musofirlar, sog' bo'linglar. Charchamanglar. Alloh rozi bo'lsin. O'sha o'zi Moskvadagi do'stimizni o'qib turib esimga tushib ketdi. Kecha bir do'stimiz video tashlagan ekanlar. Shuni ko'rib o'sha musofir yurtdagi do'stlarimiz bir ilm o'qish haqidagi, ilm o'qimagan odam qiynalishi, ilm o'qigan odam hayotda qoqinmasligi haqidagi ma'nodagi gapimizni musofir do'stlarimiz qanaqadir noto'g'ri qabul qilishgan yo noto'g'ri tushunishganmi? Yo men tushuntirishni bilmaganmanmi, bilmayman. Endi o'zida xabarlarim bor. Juda ham ko'p musofirlarga, ayniqsa jumada ham duo so'rashadi, duo qilamiz. Musofirlar ko'p duo qilamiz. Masalan, meni o'zimni yaqinimda agar musofir bo'lmasa-da, lekin hamyurtlarimiz bor. Tanishlar bor, do'stlar bor. Hammani safari doim bexatar bo'lsin deymiz. Xullas, musofir yurtda yurgan do'stlar, mana o'sha Koreyaga bordik, ular bilan ko'rishgani, Moskvaga bordim. Alloh nasib qilib Amerikaga bordik, o'sha joyda do'stlar bilan, hamyurtlar bilan ko'rishib gaplashgani. Agar zarra misqol safarda yurgan odamlarga nisbatan fikrimiz chatoq bo'lganda, u joylarga bormagan bo'lardik. Bil'aks, biz hammalaringni eson-omon, o'ylaganlaringdan ziyoda xursand bo'lib, o'ylaganlaringdan ziyoda ko'p dunyo bilan, pul bilan o'z yurtimizga, oilalaringga qaytishlaringni biz Xudodan so'raymiz. Hech qanaqa nauzubillah, Xudo saqlasin, birovni haqorat qilish, birovni kamsitish, Xudoga shukr, o'zi odatimda yo'q bu narsa, alhamdulillah. Shu bilan birga dinimiz qaytargan. Endi u gapni men eshitib ko'rdim, o'sha joyda mav'izani faqat bir qisqa gapirilgan. Suhbat davomida gapirilgan bu. Uni ma'nosi shuki, uni ochig'ini aytganda, mesela o'zim olsam, yaxshi o'qimaganligim uchun, yaxshi hunar olmaganligim uchun mana hozir yaxshi ishlarni qila olmayapman, ochig'ini aytganda, to'g'risi. Va shu bilan birga mana o'zimizni oilada, jiyanda, qo'shni, o'rtoq, tanishlarda bor. Haqiqatan ham masalan yoshligida o'yin, kulgi, unga bunga bekorchilikka berilib, yaxshi hunar olmagan, yaxshi ilm olmagan, mana hozirda hayotda ko'p qoqinamizda shunaqalar. Shu ma'noda u yoshlarga aytilgan, "Ey yoshlar, o'qimasak shuna bo'lamiz, qiynalamiz, qoqinamiz" degan ma'nodagi gap bu o'zi aslida. Bu hozir chetda yurib, ishlab yurgan odam degan ma'nodagi gap emas. Bu bag'ga olsangiz, ochig'ini aytganda o'zimni ikkita akam yaqinda safardan kelishgan. O'sha yerda ishlab kelishgan. Jiyanim mana bittasi ishlab keldi. Bu yog'iga oladigan bo'lsa-da, avvalo rizq nasiba, kim rizqi qayerda, o'sha joydan oladi, unisiga gap yo'q. Lekin ochig'ini aytganda, mana men shu hayotda ko'p narsaga bilim olmaganligimdan, aqlim yetmay yoki qaysidir joyda qoqinganimdan aytamanki, bolalarim menga o'xshamasin deyman, ochig'ini aytganda. Mana shu yerda turganlar ham yoki musofirda keyin eshitadiganlarimda mana o'ylayman, xo'p, sizni bolangiz sizga o'xshasinmi? Men shuna deyman-da, hech kimning bolasi bizga o'xshamas. Hammamiz, birortamiz bolamiz bizga o'xshamasin. Bizdan yuksak bo'lsin, bizdan zo'r bo'lsin, bizdan yaxshi odam bo'lsin, bizdan ko'ra ilmli bo'lsin. Masalan, qiynalib yurgan odam bolangiz sizdek bo'lishini xohlaysizmi? Yo'q, albatta xohlamaysiz. Nima demoqchiman? Shuning uchun mana ochiq yana o'zimni misol qilib aytaman. Yana menga o'xshagan nechtasini misol qilaman. Bizga o'xshab shu yoshligida ilm o'qimay, maktabda o'qimay, hunar olmay, yoshligini bekor o'tkazsa,
Mana tan olaylik, hayotda qoqinyapmizmi, qiynalyapmizmi? Qiynalyapmiz. Nimaga? O'sha bilim, hunarni zo'r olmaganligimiz uchun. Shu ma'noda gap xolos bu. Uni endi endi nima deydi? Payt poylab turgan odam yoki bir qanaqadir yomon fikrni bildirolmay turgan odamga qo'l kelishi mumkin bu. Lekin uni nima deydi? 4-5 shunaqa yo g'arazi bor yoki haqiqatan ham noto'g'ri tushungan odamning gapi bilan bir haqiqat nohaqiqatga aylanib qolmaydi-ku. To'g'rimi? Bu yoqqa oladigan bo'lsa, bizni mana Instagramimizda adashmasam 60-70% musofirlar hamyurtlarimizda. To'g'ri gapda doim shu mana kommentariyada ham musofirlar Koreyadan, Amerikadan, Moskvadan, attan-battan mesela o'zlaring yozasizlar-da. Biz sizlarga nisbatan hech qana alhamdulillah qalbimizda hech qana bir nafrat yo bir g'araz bunaqa narsa yo'q. Bag'iga olsa juda ko'plarning foydalaring tegayotgan joylaring bor. Ya'ni o'sha joyda chiroyli hunar olib kelayotganlar bor. Bu yoqqa olsa o'sha yerdagi chetda yurganlardan bizni yurtimizga qancha pul kiryapti ochig'ini aytganda. Bu yaxshi bir tomondan. Lekin ochig'ini aytganda o'sha musofir yurtda yurganlar biz hammamizda bolalarimizni ta'limiga, tarbiyasiga e'tibor bersak, bizdan ham zo'r bo'lsin deymizda. Maqsad shu xolos. Faqat o'sha joyda kimdir noto'g'ri tushungan, shuni tema mavzu qilib ko'targan, shu bilan endi mavzu bo'lib ketib qoldi. Mayli endi kimdirlar ichidagi gaplarni gapirib olyapti. Mayli, Alloh rozi bo'lsin. Yaxshi fikr bildirganga ham, yomon fikr bildirganga ham biz assalomu alaykum deymiz. Alloh rozi bo'lsin. Bu man degani bo'ldi, bu to'g'ri odam xatosi yo'q degani emas. Agar o'sha yerda fikrimiz haqiqatda xato bo'lsa, Alloh rozi bo'lsin. Xatoligini bildirgan do'stlarimizdan rahmat. Noto'g'ri tushunganlar bo'lsa, to'g'ri tushuninglar deymiz. Sizlardan ham Alloh rozi bo'lsin. Faqat musulmonmiz, bir-birimiz bilan nima deydi, xafachilik bo'lmasin. Mendan xafa bo'lganlar bo'lsa, xafa bo'lmanglar, rozi bo'linglar. Men kimnidir gapini eshitib xafa bo'lgan bo'lsam, men minnamin, roziman. Bir-birimizni koymaylik, bir qanaqadir tushunmovchilik sababli musulmonlar buna bo'lmasligimiz kerak. Siz xato qilsangiz, men to'g'ri qabul qilib, uni sizni xatoyingizni to'g'rilayman. Xato qilsam, mana agar xato bo'lsa, to'g'rilayapsizlar. Siz noto'g'ri tushungan bo'lsangiz, uni noto'g'ri tushunmang. Albatta hech qanaqangi birovni kamsitish, paloni deyin, po'kini deyin degan narsa emas. Bu kelajak. Masalan, shaxsan men o'zimni bolamga shu gapni ko'p aytaman. Agar maktabda o'qishi, hunari yo bir ishida susaysa, sportida susaysa aytaman. Ochig'ida, kelajakda kim bo'lmoqchisan? Hozir tanlaysan. Bu ketishingda kim bo'lasan? Haqiqatda o'qimasa, pokiza yo'lda yurmasa, chiroyli hunar olmasa kim bo'ladi kelajakda bolalarimiz? Shuning uchun mana azizlar, yana qayta aytaman, sizlarga men do'stona fikr bilan aytaman. Noto'g'ri ma'noda qabul qilmanglar. Mana o'shalarda yurib, mana ota-onadan uzoqda, vatandan uzoqda, yaqinlardan uzoqda yuribsizlar. Ilohim kelinglar, bolalarimiz shu sizni bolangiz, meni bolam shu bizni bag'rimizda, ota-onasining bag'rida, shu yerda ilm o'qib, hunar olib, bilim olib, zo'r bo'lib yursa yaxshi-ku. Shu ma'noda aytilgan gap endi menga adashmasam ikkita rolik tashlashdida. Mayli endi nima deydi? Menday ko'rib turib noto'g'ri qabul qilish shekilli bir joy kelganda gapiraman dedim. Mana endi hozir Kosonsoyga, Namanganga Kosonsoyga chiqib ketdim. Hozir bir yarim soatlarda chiqib ketaman. Keyin hozir vaqtim bor ekan, bir primoy qilay deb primoyda shuni aytdim-da sizlarga. Sog' bo'linglar, Alloh rozi bo'lsin. Mayli, o'sha bizni noto'g'ri tushunib, noto'g'ri qabul qilganlar, agar musofirda yurgan bo'lsalaring, Alloh salomat qilsin, ishlaringga barakot bersin, rivoj bersin, Xudoning panohida bo'linglar, ilohim. Shu bilan birga ba'zi bir qatlardadir o'qib, yo'lini topolmagan odam bo'lsa, bu degani unutmanglar, bu o'qigan ilm inson hayotida asqotmaydi degani emas. Bo'lishi mumkin, masalan 100 tadan 2-3 ta odam qatlardadir o'qib, institutlarda o'qib, Xudodan bo'lib ishini topolmagan bo'lishi mumkin. Mumkin bo'lish.
Lekin payg'ambarimiz aytganlar. Xo'p, ma'ni qo'ying, boshqasini qo'ying. Qo'ying. Al-ilmu izzud dunya va sharaful axirah deyilgan. Ilm dunyoda azizlik, oxiratda sharaf deganlar. Payg'ambarimiz gaplari. Unutmanglar shu narsani. O'qigan inson kam bo'lmagan, kam bo'lmaydi ham. Inshaalloh. Allohdan yana so'rayman, zurriyot avlodlarimiz, o'g'il qizlarimiz bizga o'xshamasin, bizdan zo'r bo'lsin, bizdan bilimli bo'lsin, bizdan taqvodor bo'lsin, bizdan yaxshi topadigan bo'lsin, bizdan ko'ra saxiy bo'lsin, bizdan ko'ra ko'p xalqiga, vataniga, diniga xizmat qiladigan bo'lsin. Musofirdek do'stlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan. Allohning panohida bo'linglar, charchamanglar, bor bo'linglar. Ilohim xursand bo'lib oila bag'riga kelishlarni Alloh nasib qilsin. Ilohim kamchilik ko'rmanglar, zarar ko'rmanglar. O'sha joyda Allohning panohida bo'linglar. Bizni yaxshi ko'rganlarni Alloh uchun yaxshi ko'ramiz. Bizni yomon ko'rganlarni Alloh uchun yaxshi ko'ramiz. Sog' bo'lasizlar. Alloh rozi bo'lsin, charchamanglar. Rahmat amaling.